Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga Tarixga nazar programmamizning 19-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli qarindoshlar, biz bugungi sonimizda Sharqiy Turkistonga yana Xitoy istilasi, Sharqiy Turkistonning Xitoy istilasidan qutulganligi va 1000 yilgacha Xitoy tajovuzidan xotirjam bo'lganligi, Sharqiy Turkistonda qurilgan mustaqil davlatlar, Qarluq davlati, 6 shahar va Quchudagi mustaqil kichik xalqlar qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Sharqiy Turkistonga yana Xitoy istilasi. Xitoylar ko'lchur bağa tarqanға yordam qilish bahonasida seriq turkashlarning sharqiy tarafida yerlashgan Qarluq, Yag'ma va To'qsi qatorliq qabilalar orasiga ko'plagan askar kirgizib, ularning yerlarini ishg'ol qilishga boshladi. Bu qabilalar qahramonlarcha o'z istiqlolini mudofaa qilgan bo'lsa-mu, oxiri mag'lub bo'lib, bo'ysunishga majbur bo'ldi. Shuning bilan Xitoy va ko'lchur o'rtasida munosabat buzildi va urush boshlandi. 3 yil davom qilgan urush natijasida ko'lchur mag'lub bo'ldi va Xitoy askarlari tarafidan asir ilindi. Milodiy 744-yili o'ldirildi. Shuning bilan qora va seriq turkashlar Xitoy istilasi ostida qoldi. Sirdaryo vodiysigacha va Orol ko'li, Xazar dengizi bo'ylarigacha tarqalgan butun turk qavmlari Xitoy istilasi ostida qoldi. Quchu va 6 shahardagi xalqlarmi Xitoy hokimiyatiga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Xitoyning bu istilochi qo'shinining qo'mondoni asli Koreya, ya'ni Choshanlik bo'lgan Gavshanji edi. Istilo amalga oshib bo'lgandan keyin Gavshanji butun turk yurtiga umumiy vali bo'lib tayinlandi. Gavshanji ko'rinishda markaziy hukumatga qaraydigan bo'lsa-mu, amaliyotda o'z oldiga bir diktatordek hukm surdi. Pamir tog'laridagi Kanju tibetiklarni bo'ysundirdi. Turklarning bu falokatga uchraganlik ahvolidan arab islom amirlari fursat bilib, butun g'arbiy Turkistonni besib olgandi. U chaqda Sharqiy Turkiston hisoblangan Toshkent xoni Xitoy istilosidan saqlanish uchun jizya berish sharti ostida islom davlatining himoyasiga kirgan edi. Xalifa tarafidan Xorasonga umumiy vali bo'lib tayinlangan Nasr bin Sayyar Gavshanji bilan urushmaslik to'xtamnomasi imzolagan. Milodiy 737-yili Xorasonda mashhur Aba Muslim Xorasonining rahbarligida inqilob ko'tarildi. Natijada Nasr bin Sayyar mag'lub bo'lib 739-yili Toshkent va G'arbiy Turkiston Aba Muslimning qo'liga o'tdi. Gavshanji bu vaziyatdan foydalanib, milodiy 748, ya'ni hijriy 131-yili Toshkentga hujum qilib ishg'ol qildi. Xonni asir ilib, xalqni bulab talab, dahshatli qatliam qilib, To'qmoqqa qaytdi. Toshkent xoni Xitoyga avatildi va u yerda o'ldirildi. Xonning o'g'li Xorasonga qochib berib, Aba Muslimdan yordam talab qildi. Sharqiy Turkistonning Xitoy istilosidan qutulganligi va 1000 yilgacha Xitoy tajovuzidan xotirjam bo'lganligi. Gavshanjining yuqorqi qilmishlarini Aba Muslim anglagan hamon hijriy 134, ya'ni milodiy 751-yili Ziyad bin Salih qo'mondonligida cho'ng bir qo'shinni Gavshanji ustiga yo'lladi. Gavshanji Qarluq qatorliq turk qabilalaridan nurg'un askar ilib, Ziyad bin Salih bilan urushga yo'lga chiqdi. Talas shahri yaqinlarida ikki dushman qo'shinlari uchrashib, urush boshlandi. 8 yildan beri Xitoy istilosidan qutulish uchun fursat kutib turgan turklar birlashib, Xitoy askarlarining ustiga qattiq hujum qildi. Gavshanji
Şunun bilan hicri 1172, ya'ni milodiy 1759 yilgacha Turkiston xalqi Xitoy hujumidan qutulib, xotirjam yashadi. Sharqiy Turkistonda qurilgan mustaqil davlatlar. Yuqorida aytganimizdek, Gavshanji Qashqandan keyin Sharqiy Turkiston xonlari o'zicha mustaqil bo'lib qoldi. Beshbaliq, Emil va Oltay o'lkalaridagi Qarluq qabilasi bu joylarda bir davlat qurdi. Qo'chu, Qumul, Barikul va 6 shahardagi xonlarmi o'z oldilariga mustaqil bir davlat qurib oldi. 6 shahar xonlarimi har biri o'z o'lkasida mustaqil bo'ldi. Bu davlatlar ichida tarixiy ahamiyati jihatdan qaraganda Qarluq davlati muhim o'rinda turadi. Shuning uchun Qarluq davlatining tarixini bir oz tafsili bayon qilamiz. Qarluq davlati. Qarluq qabilasi g'arbiy va sharqiy ko'k turk davlatlari ichida eng ko'p va intayin muhim o'rinda turadigan bir turk qabilasi edi. Bularning bir qismi O'tüken tog'larida o'ltiraqliq bo'lib, sharqiy ko'k turk davlatiga tava edi. Yana bir qismi Beshbaliq, Emil va Oltayning g'arbiy tarafiga yerlashgan bo'lib, g'arbiy ko'k turk davlatiga tava edi. Xitoy istilasi davrida Xitoy ishg'oliyati ostida qolgan. Xitoylar ojizlashib, turkashlarning jiniga qarshi urushlari boshlanganda, turkashlar tarafiga o'tib, Xitoyni mag'lub qilgan. Natijada Issiq ko'lning janub va g'arbidagi joylarga ko'p sonda Qarluqlar ko'chib kelgan. Qutlug' ko'k turk davlati davrida butun Qarluqlar bu davlatning hokimiyati ostida edi. Sulu qolgan zamonasida O'tüken rayonidan boshqa joylardagi Qarluq qabilasining hammasi Sulu qolganga tava bo'lib, Seriq turkashlar deb atalgan 5 qabila birlashmasi ichidagi qabilalardan biri bo'lib tashkillangan. Sulu qolgan vafot bo'lgandan keyin Qarluqlar Xitoy nufuzi ostiga kirib qoldi. Xitoylar bilan yaxshi munosabatda bo'lganlikdan Qarluqlarning to'lisi Gavshanjiga askar bo'lgan. Hicri 134, ya'ni milodiy 751 yili Ziyad bin Salih bilan Gavshanji o'rtasidagi talas urushida Xitoyga qarshi turgan va Xitoy askarlarini tamoman yo'qotib, shu yili Beshbaliq, Emil va G'arbiy Oltayda bir Qarluq davlati qurib chiqqan. O'tgan tog'lari etaklaridagi Qarluq qabilasi bo'lsa, Mo'g'ulistonda davlat qurib chiqqan Sharqiy Uyg'urlarning hokimiyati ostida edi. Hicri 140, ya'ni milodiy 757 yildan tartib Qarluq va Uyg'ur davlatlari o'rtasida to'qinish boshlandi. Natijada O'tükendan Qarluqlar Oltay atrofiga ko'plab ko'chib kelishga muvaffaq bo'ldi. Shuning bilan Qarluq davlati cho'ng bir kuchga ega bo'lib qoldi. Hicri 149, ya'ni milodiy 766 yili Qarluqlar g'arbga yurish qilib, Issiqko'l atrofidagi xonliq va bayliklarni o'ziga tava qilib, shimolda Oltay, Yetsu, Ko'kchi dengiz, g'arbida Sir daryosi va janubda Tangri tog'lari orasidagi turk yurtlarini ishg'ol qildi. Mana shunday qilib tashkillangan Qarluq davlati Qaraxonlar davlati qurilganicha o'z oldiga mustaqil yashadi. Qaraxonlar davlati qurilgandan keyin yopg'uliq darajasi bilan Qaraxonlarga tava bo'ldi. Demak, hijriy 247, ya'ni milodiy 861 yilgacha to'liq mustaqil qoldi. Qarluqlar xalifa Harun Rashid zamonasida, ya'ni milodiy 793 yili Farg'onani oldi. Lekin keyincha islom askarlari g'olib kelib, Qarluqlar Farg'onani tashlab chiqib ketdi. Hicri 189, ya'ni milodiy 804 yilga kelganda Qarluq xoni, Uyg'ur xoni va Janubiy Turkistonni istilo qilgan Tibet xoni birlashib, Arab islom hokimiyatiga qarshi urush e'lon qildi. Bir qancha qatimliq urushlardan keyin shu chog'da Xurason valisi bo'lib turgan Harun Rashidning o'g'li Mamun turklar bilan yaxshi munosabatda bo'lish siyosatini ijro qilganlikdan tinchlik o'rnatishni taklif qildi va o'tirada sulh bo'lib bitishdi. Undan keyin Qarluqlar orasida islom dini tarqalishga boshladi. G'arbiy Turkistondagi Turk Samani islom davlati va Qarluq davlatlari orasida uzun urushlar yuz bergan bo'lsa-mu,
bir-biriga yaqin qo'shni bo'lgan bu ikki davlat bir muddat tinch birga yashadi. Bu ahvolmi qarliqlar orasida islom dinining tarqalishida muhim omil bo'ldi. Qarliq davlatining hijriy 267, ya'ni milodiy 880-yili Qaraqallar davlatiga qo'shilishi Qaraqallarning qudrat tepib bir turk imperatorligi bo'lib, maydonga chiqishida muhim rol o'ynagan. Qarliqlar Qaraqallarga tava bo'lgandan keyin Ili daryo vodisidan tortib Ertish daryo vodisigacha so'zilgan Yetsu o'lkasida ikki jihatda mustaqil holda yashadi. Bularning xonlari Yapg'u unvoni bilan ataldi. Bu vaziyat Chingizxon zamonasigacha davom qildi. Yetsuni hozir ruslar Semirchinskiy deb ataydi. Alt shahar va Quchudagi mustaqil kichik xonliqlar. Bu tarixlarda Sharqiy Turkistonda jami qancha mustaqil davlat bo'lganligi haqida aniq bir ma'lumot bo'lmasa-mu, Xitoy tarixlari Xotan, Yarkan, Qashqar, Kucha, Roran, Kingit va Quchuda mustaqil xonliqlarning borligini xabar berdi. Tövəndikilərdən bularning siyasi o'rni va kuchini ko'rilishga bo'ladi. Qavshanji Qashqandan keyin bu mustaqil xonliqlar bir-birlari bilan do'stona munosabatda bo'lib, tinch yashamoqda edi. Sharqiy shimoldagi, ya'ni Mo'ng'ulistondagi Uyg'ur davlati bilanmi keyingi chog'largacha munosabatlari yaxshi edi. Xitoy imperatorligining bu tarixda turklarga hukmronlik qilganligidek kuchi yo'qdi. Shuning uchun chiqishib turish siyosatini ijro qilib, Uyg'ur qog'onligi, Qarliq, Kucha va Xotan qatorliq xonliqlarning hukmdorlariga davomli sovg'a salom yo'llab, bularni o'ziga do'st qilishga tirishmoqda edi. Hijriy 138, ya'ni milodiy 755-yili O'nglik xon, ya'ni Xitoycha Anlushan deb talaffuz qilinadi. ismlik bir turk qo'mondan Xitoy imperatoriga qarshi isyon ko'tarib, Xitoyning sharqiy va shimolidagi o'lkalarni ishg'ol qildi va 2 yil o'tgandan keyin poytaxt Chang'anga yurish qildi. Imperator Xuanzong Uyg'ur, Qarliq va boshqa turk hukmdorlaridan yordam so'rab yolvurdi. Uyg'ur xaqani o'z o'g'lining qo'mondonligida zo'r bir qo'shinni o'nglik isyonni bostirish uchun Xitoy imperatorining yordamiga avatdi. Qarliq xonimi askar yo'lladi. 6 shaharning eng kuchli xoni bo'lgan Xotan xoni o'zi nurg'un askarlarni boshlab Xitoyga yordamga keldi. Bu turk qo'shinlari g'arbiy va shimoliy Xitoydan ishkirlab kirib, O'nglik xon bilan uchrashib, uni surgancha Chang'anga yetib bordi. Bu arada imperator Xuanzong o'lib o'rniga o'g'li Suzong imperator bo'ldi. Suzong Chang'anni tashlab qochib ketib, O'nglik xon Chang'anni ishg'ol qilgan edi. Turk askarlari Chang'anni ilib qochib ketgan imperator Suzongni tepib kelib, taxtga o'ltirg'izib qo'ydi. Turk qo'shinlari hijriy 146, ya'ni milodiy 763-yilgacha Xitoyda turib tinchlik o'rnatdi. Uyg'ur qog'oni Bögük qog'on Shanxi yo'li bilan besib kirib, O'nglik xonning poytaxti bo'lgan Loyanga hujum qilib, ishg'ol qildi va u yerda 1 yil turdi. Uyg'ur davlatining janubiy yapg'usiga Xitoy imperatori qizini yotib qildi. Uyg'ur davlati va boshqa Xitoyga yordam qilgan turk davlatlariga Xitoy imperatori alayda so'g' salom taqdim qildi va davomli boshchilik berdigan bo'ldi. Yordamga kelgan turk askarlari qaytdi. Shuning bilan uzun bir zamongacha Xitoy bu cho'ng kichik turk davlatlariga bosh to'lab, ularning o'rtaq nufusi ostida yashadi. 6 shaharga Tibetliklarning 2-chi istilasi va bu istiladan qutulganligi. Tibet davlati hijriy 150, ya'ni milodiy 767-yildan boshlab toza kuchlangan edi. Milodiy 765-yili Xitoyga yurish qilib, hatto Chang'anni bir mezgil muhasirda tutib qaytgan edi. Hindiston taraflariga yurish qilib, Qunuch shaharni olganligi rivoyat qilinadi. Bu qadar kuchlangan Tibetliklar hijriy 183, ya'ni milodiy 8-yillari atrofida Sharqiy Turkistonga hujum qilib, Charchan, Xotan va Yarkan qatorliq joylarni ishg'ol qildi. Keyincha Qashqarni oldi. 3 Kucha va Kingit xonlarimi
Tibetliklarga bosh to'lab bo'ysunishga majbur bo'lgan. Bu istilo taxminan 21 yil davom qildi. Bu zaman ichida Sharqiy Turkistonda yuz bergan voqealar to'g'risida ishonchli ma'lumot yo'q. Tibetliklar hijriy 206, ya'ni milodiy 821 yili Xitoylar tarafidan mag'lub qilingandan boshlab ojizlashdi va bu fursatdan foydalanib 6 shahar xonlari birlashib Tibetliklarni haydab chiqardi. Tibetliklarni haydab chiqargandan keyin Xotan, Yarkan, Qashqar, Uch, Kengit va Charchan xonlari burunqidek mustaqil bo'ldi. Keyincha Qashqar xoni kuchlanib, Xotan, Yarkan va Uch qatorli xonlarni o'ziga tava qilganligi ma'lum. Yuqorida aytganimizdek, bu davrga oid tafsiliy ma'lumotimiz yo'q. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib vaqt munosabati bilan tarixga nazar programmamizning 19-soni mush yerda oxirlashdi. Biz keyingi qatimliq sonimizda hijriy 226, ya'ni milodiy 840-yili Sharqiy Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonga ko'chib kelish sababi bilan yuz bergan hodisalarni diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglag'aningizga rahmat. Keyingi sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.